Bu bizning yangi tugallangan loyihalarimizdan biri. 55 kvadratli kvartira. Kirishimiz bilan o'ng qo'lda prixoshkamiz joylashgan. Chap qo'lda kuxonniy mebelimiz joylashgan, ko'rib turganinglardek. Bu kvartiramizni arendaga berish uchun mo'ljallangan. Shuning uchun shunaqa kompaktniy qilib, hamma narsani joy-joyiga ketma-ket qilib joylashtirib ketganmiz. E'tibor qotgan bo'lsangiz, kuxonniy mebeli shunaqaning yonida mягкий zonamiz joylashgan. Buni to'g'risida bunaqa TV zonamiz bor. Hozir endi keyingi xonani ko'rsataman. Bu xonamiz kattalar yotoqxonasi. Ko'rayotganinglardek mehmonxona stilida qilingan. Bu yerda ham hozirgi zamonaviy trenddagi mana shunaqa oynali shkafdan foydalanganmiz. Undan tashqari mana bu yerda ayollar bo'yanish uchun alohida tualetniy stolik qilib ketilgan. Bu yerda TV zonamiz ham bor. Bu yerdagi podsetkalarga ham baho berasizlar. Albatta har bitta kichkina uyda